Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. To'y barakan anglashadi obunachilar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Hoji buva. Hala deni dedim, hala deni kel. Ochinchi bitta. Shu yigitlarni. Xolasan ishlab turgan hala deni prosta endi abani tozalab olamiz. Bizga endi suvlar qo'yib o'qib tursak bo'ldi-da, xudo xolasa. Olib kelgan kelamiz. Qayerdan olib keldik aka? Jala hududidan olib kelib berishdi, Alloh rozi bo'lsin. İşlab turgan hala deni uka, ishlatoringlar bemalol deyapti. Vaqtinchalik keyin ishlab turamiz aka. Rahmat, bir pera choy qilamiz endi. Yetib qolishimda yo'q. Tanjoningiz sog' bo'lsin aka. Jala hududidan iltimos bor. Ha. Sepat ayam aytgan endi rasmga olib kelash bo'laman dedi. Ayaz ismlari nima? Dilfuzopa. Dilfuzo xola, tanjoningiz sog' bo'lsin. Hozir uydalar, jala hudud. Ha, uyda. Tanjonlar sog' bo'lsin. Yaxshi insonlar bor, shukr. Qadrdonlar, hozir yana bitta toshimiz keldi mana. Bitta tosh, bitta nima tushirdik. Endi hozir yana bitta tosh tushirib ketishdi. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa akam bilan bitta rasmga tushamiz, keyin yana davom etamiz. Ye bor ekan-a? Yo'q-e? Majburlabdi qolmay bitta torg'iz qo'lim ushatib qo'y. Malades. Tanjoni sog' bo'lsin-da. Oh. Radom tarafdan kelishdi. Gap yo'q. Torg'iz sotar ekanmi? Yo, olib berdimi? Yo'q, sotar ekan. Zo'r-ku. Bilib olamiz, yaxshilar adresini bilib olamiz. Nima sotamiz, sotmaydimi? Ha, ikki turishgan ekanda. Qovun deydi kelyapti. Sizlarga ham kelyaptimi, obunachilar hidi? Qani. Hidab bersin obunachilar. Hozir qimmat, bunaqa paytda biz yemardik desam. Nima qilishdi-da? Xaladenni ketdi. Hoji buvam ketdi-yu. Kecha kelgan. Ketdisiz odam nima qilchaman. Nima qildi? Nima deb ayibingizni bilmaysan, to'g'ri. Hoji buvam sizdan xafa, to'g'risi. Nega? Ha, endi chicha dilini ortib qo'yibsiz aka. Prank qilyapsizlar. Yo'q. To'g'risi masjid qo'lovli bir yo'li yopsin debsiz-da, ha? Prank qilyapsizlar menga? Yo'q. Menga Mashlar guvoh. To'g'risi qalbi og'ridi ancha. Menga unaqa prank kelyaptmaydi. Yo'q, to'g'risi qalbi og'ridi hoji buvani. Sizdan xafa bo'libdi. Obunachilar ham to'g'risi noto'g'ri tushunishmasin. Bu bor haqiqat aka, to'g'risi. Juda qattiq xafa bo'ldi sizdan. Qumqara qiroli mana bu shlapali bola. Yo'q. Mana hoji bova o'zingiz misol ayting, xafa bo'ldingizmi yo'qmi? Kiyaman deb nima qilasam, aytib qo'ydim. Ha, patinkami? Nima? Patinka emas, patinka yo'q bu yerda. Shipagimiz. Obunachilar, Kimedi mana? Rustam akam o'ynab o'tirib, muqaylar hoji buvam patinkasini chizib qo'yibdi. Hoji buvam endi men keta olmayman, nevarali odam, qudandali odam, qana kiyaman uka buni deb Rustam akamdan xafa bo'ldi. Men aytdim, uyda chizmasini qiling deb chiqib ketsak, bekor qolib, Rustam akam chizmani 6 sekundda qilib qo'yib, qolgan vaqtini mashinga sarflabdi mana. Tapchika yupchika qilaman deb boshladi, chertovli mashinadan boshlagan. Siz sizni patinkasizmi? Men xotin to'ydiki deb, mana ruchkamda yozyapsiz chiqmay qoladi-yu. Patinkani yonimga olib mana shunda chiqarib yozdim. Xullas, endi aybingizni nima qilib Yo'q, bir xil qilib beraman. Uni aylantirib ko'kartib beraman. Qimmat Turetskilarga o'xshab qoladi. aka? Hozir endi jinni o'pdi deydi-da, ko'rganda. Yo'q. 30 ta shunaqa ko'rdi. Xafa bo'lyapti, yangi olib berasin deyapti hoji buva. Ha, bu hoji buvam unaqa masalan beraveradi. Hoji buva ayting endi o'zi. Qana ayting. Bor deyotganimiz yo'q. Ayting hoji buva. Yangi olib bersin, yaxshisidan Turetskiydan. Yo'q, qolib qo'yib kutib qolish. Ha. Rustamjon aka, shopir aka siz bilan bitta rasmga tushib ketaman deb kutib turibdi. Haladinni olib kelgan aka. Yaxshi. Haladinni jala hududidan olib keldi. Hozir ishdayda kutib turibdi. Bitta rasmga tushib kelaverin, biz obedni ko'rsatib turamiz. O'chiringda ish bu. Obunachilar kuzatib turinglar. Obunachilar mana bitta obunachimiz berib olgan torvuzni so'yamiz. Torvuz yeganlar yo'q, hamma yegan yo'qmi? Bu yil yangi sezondan hoji buva? Yo'q. Imенно men O'zbekistonnikini endi yeyapman. Endi bu yerda vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Mun qarang aka. Ash torvuz haqida bitta rivoyat aytib beraman-da. Torvuz, bu torvuzdan boshqa narsa bormi, qulpinoy bormi, ota-ona tirik bo'lsa, qana chiqishini hozir ko'ramiz. Hali ol ko'tingga bos degan narsa sizlarda ham bormi? Yo'q, gapirmaymiz bizda. Xullas, torvuz bormi, nima borki, yangi chiqayotgan, misol, yangi pishgan narsa. Birinchi o'rinda ota-onaga ilinish kerak ekanda, ota-ona yemasdan turib, siz yesangiz bo'lmaydi ekan. Endi qanaqa o'rgiladi ozmon. Endi buni ko'raveramiz. Endi ashna rivoyat eshitganman deyman-da.
Endi bu bo'lmasam, Hali yaxshi yo'lmasammi? chiqmasa qaytarib olib beradi-yu. Shunaqa ekan. Bunachi endi sovg'a qilib berdi-yu. Olib bersa qanaqa bo'lar ekan? Chiqmadimi yaxshi? Qani? Endi hozir Endi shunaqa hozirgi torgu mana yaxshi hozir. hozirgi torgu Yo'q, rezin ko'p qolibdi. Ha, toruz mazasimi? Ya ichini ko'ramiz yana bir qator. Da o'ylamaylar bu narsani. Ya tuzi, endi shunchalik bo'ladi-da. Ha, tuzi, zo'r. Yaxshi, endi mana qizaryapti ekan toruzlar, obunachilar. Kosa qilib qo'ying aka. Kosa. bo'ldi. Nima bo'lyapti? Nima diqqatsizlar? Nima bo'ldi aka? Jonsira ekanlar-da. Ha, Jonsira. Ularga bir surib qo'ysa men ochiq kelib qoldim. Ha, ishda anaqa bu. Ishda anaqa o'ylaydi. obunachilar torg'iz bizda torg'iz deydimi, anjaylar torg'iz deb qo'yadi. Asakada ham torg'iz deydimi? Nimaga torg'iz deysizlar? Torg'iz deydi. Nimaga? Tarvuz-ku o'zi. Tarvuz deydi, torg'iz deydi. Bizda tarvuz deydi-da endi. Targ'izmi? Tarvuzmi? Targ'uz dema, torg'uz. Torg'uzmi? Nimaga tarvuz bas? Haqiqiysi qaysi biri o'zi? Men ikkilanib qolyapman. Hoji buva, siz bir narsa deng, yoshingiz katta. Endi Namanganda nimasi shivasi boshqa, Marg'ilondiki boshqa. Yo'q, o'zi aslida tarvuzmi yo torg'uzmi deyapman. Torg'iz. Torg'izmi? Buni o'zi aslida bunday nomda hamma o'zini shivasiga mo'ljallab ashunday nomlab olgan. O'zi asli kitobda nima? Torg'iz. Torg'imi? Tarvuz bo'lsa kerak-ku. Tarvuz deb yozilganda qanday? Tarvuz deb yozilganda biz alifbey kitobimizga. Shundan beri men tarvuz deyman. Sizlar torg'uz deykansizlar. Obunachilar, sizlar nima deysizlar? Yozib qoldiringlar. Kommentariyalarda. Marg'ilonda torvuz, Andijonda torg'uz. Sizlarda nima? Obunachilar? Qani mazasini endi Hoji buva, qani? Aytingchi. Olavering, u kesaveradi. Ba'dan yeb tugataveramiz, ardan kesaveradi. Ha, olavering, men boshlab bo'lganman u qo'yganman. Ha, qani? Qani? Mug'ayla obunachilar. Mug'ayla. O'ylachi. Qani Hoji buva? Mana Bismillahirrohmanirrohim. qayerdan boshlash kerak? Qani? Oling. Qani Rustam aka? Nasiba yangilik. Yetkizganiga shukur. Polizni pishirib Qani? yetkizganiga shukur. Bunisini ham solingchi. Kamera ko'rmayapti. Yaxshi, tanjollar sog' bo'lsin. Mazasi bor-ku. Ha, mo chekasi salom qilib qo'ygan ekan. Ha, shu. Buni tovuzni tezroq yeb olsa, meta qovun ham bor bunachilar. Qovunni ham, ha? Qani mana. Hidi shetdan bilinyapti-yu. Torg'uz yo'rasizlar sizlar. Hammasini berdim sizlarga. Yo'q. O'ylagani. Ismoil aka? Oling. Kecha anaqani. Qani ko'taring tepaga. Ko'taring bitta rasm oling. O'tib? Torvuz o'tga kuch keladimi aka? Bilmaganlar bu oila. Torvuz o'tga kuch kelar ekan. Aynı popdimi? Yo'q. Birovlar tili qilib qo'ygan, tili deydi-yu. Tuya qilib bering menga deydi-yu. Bilasizmi, sizlarda ham bormi? Tili deydi. Nima? O, yo'qsiz ishlamabdi. Nega? Obunachilar kelinglar torg'uzga. Sizlarga ham ishtahalarni ochib yubordim. Qovunni mazasini ham ko'rib berdik, keyin videoda o'chirib, keyin oshqozonni g'amini yeymiz. Hoji bu olavering siz bitta mazasini ko'rib beraveringchi. Bismillah, yangilikda bu. Qovun o'tgan naqa bo'lmasa,
Torg'izdan kuchliga mi? Hidini qarang, mashkacha kelyapti. Ha? Nima ekan? Badrindan sal farqi bor basmish qilib? Yo'q, yo'q. Aka tolg'izda qovunni ta'mi bor-da. Böyle. Qani aka o'zingizdan bir nima deyapti aka? Ismoil akam bilan bir xil bo'lib qolibsiz ham. Pashte choch qolmabdi tepada. Endi o'rtog'imiz Ismoiljon bilan. Ammo to'g'ri tenglar. O gün İsmail akam aytayotgandi. Meni tanimasa kerak deb. Nimaga Ha, tanimayapti? ne videoga? Ismoiljon do'stim, Sabr TV musofirda izidan chiqolmadingizmi hali ham? Do'stim, ilon postim deydi. Doim do'stim qalaysiz deb yozardim-ku. Kelavering. Qovun bilan bir solmadingiz. Ha, ishlar boshlandi. Qalbim shunday yashdan to'g'ri. Men ham bunday qaratib qo'ying. Qoratib qo'ydim. Hali namanganlik yigit qani, man yigit. Qaysi? Hojibo'mi? Namanganlik hojibo? Yo'q, haligi nima edi aytdi? Haligimizni o'yinchimizni. Hojibo-da, Namanganlik hojibo. Nima? Haydar aka. Aynan aka. Ha, Haydaljon. Ana, ko'zim tegdi. Men endi operator ham odammi deydi-yu, kelavering deb qo'ying. Kelmaysizmi? Kutyapmiz, siz keladi deganiga bir hafta oldi. Kelarkan deganiga. Ne qarang? Ha. Ko'rsatib beraman, qara ish to'xtatib. Siz ko'rsataversiz, men videoga olib turaversam, men yemayman-ku. Ha, qo'rqmang. Tashla qilib nimaga? Siz yegandek qo'raman men shunaqa. Men ham yeydi-o'rsa aka. Olinglar. Navoiylik ham og'aynimiz bor. Navoiylikimiz u. Hay tojiklardan-chi nima? Qandochilar? Sizlarga ham ilyapman, lekin qaqab ketmasam bo'ldi. Qo'yib mashinasida kelib ketardi o'zi. Hojibo-da yo'q. Ko'chatchi hojibo-ding, biladi hamma. Oltin ko'rlaydi shular bilan. Gap yo'q, obunachilardan shaharni ochib olamiz, o'chiraverin endi. Kanallarga kirib qoladi.